Toshkentda anomal issiq, ko'chalarga suv sepilmoqda, favvoralar esa 24/7 rejimida ishlashi rejalashtirilmoqda. Ekstremal issiq tufayli poytaxtda avtomobil yo'llari, daraxtlar va yashil hududlarni sug'orish ishlari kuchaytirildi. Ayni paytda havo haroratini pasaytirish maqsadida ko'chalarda maxsus suv sepuvchi texnikalar faoliyat olib bormoqda. Jumladan, Mustaqillik shoh ko'chasida ham maxsus texnikalar yo'llarga suv sepib, jazirama issiq ta'sirini kamaytirish ishlarini olib bormoqda. Yaqin kunlarda shahar favvoralarini ham sutka davomida 24/7 rejimida ishlatish rejalashtirilgan. Bu aholiga issiqni yengilroq o'tkazishga yordam berishi kutilmoqda. Mustaqillik shoh ko'chasi. Mustaqillik shoh ko'chasi.